O'zi boy bo'lish oson, bittagina duo yetadi. Bir kun ustozimdan hazil aralash so'radim-da. Qur'oni Karimda boshqa kitoblarda hamma narsa bor. Bitta dona duo o'qib boyib ketsa bo'lmaydimi deb so'rasam, bor unaqa duo dedilar. Dedim, unda o'rgating dedim. Ertalabdan kechgacha yugur qilib yuramiz va pul topamiz deb. Bitta duoni o'qib boy bo'lib ketsa zo'r ekan-ku dedim. Aytdilarki, agar shu ishni qilsangiz, o'rgataman dedilar. Bitta oldida sharti bor dedilar. Faqat aniq qilaman deb o'rgataman dedilar. Albatta qilaman dedim. Keyin ular tushuntirib berdilar. Sharti 40 kun davomida Voqea surasini xatm qilasiz dedilar. Xatm qilganda ham o'zini qonun qoidasi bor. 40 kun davomida birinchi kuni 1 marta, ikkinchi kuni 2 marta, 40-chi kuni 40 marta xatm qilishingiz kerak dedilar. Aytdim, bo'ldi, qilsa bo'ladigan narsa ekan deb kirishdim. Voqea surasi o'rtacha sura, taxminan 2,5-3 minut o'qib tugatsangiz bo'ladi. Birinchi kuni bitta xatm qildim, ikkinchi kuni ikkita, 18 yo 19-kuni ketadigan bo'lib qoldim, qolib ketdi. Keyin ustozimdan so'rasam,